Assalomu alaykum do'stlar. Ushbu videoda boshlang'ich treyderlar uchun yo'l xaritasini ko'rib chiqamiz. Ya'ni trading sohasini o'rganishni boshlagan yoki o'rganmoqchi bo'lganlar qaysi bosqichlardan qanday ketma-ketlikda o'tib borish kerakligini men ko'rsatib, tushuntirib bermoqchiman. Telegramda biz bergan so'rovnomaga ko'ra, bu sohani endi o'rganishni boshlayotganlar yoki hali boshlamagan, nimadan boshlashni bilmaganlar 50% ga yaqin qismni tashkil qiladi va shuning uchun bu videoni tayyorlashga qaror qildik va sizda qanday savollar paydo bo'lsa, bu video davomida nimalarga tushunmasangiz, albatta video ostida izohlarga yozib qoldiring. Bularga biz kelgusi videolarda, kelgusi postlarda javob berib boramiz. Demak, tayyor bo'lsangiz, boshladik. Birinchi bosqichda trading tilini o'rganish zarur. Bu nima degani? Masalan, agar siz kuchli kimyogar bo'lmoqchi bo'lsangiz, birinchi navbatda o'sha kimyoviy elementlarni, moddalarni nomini bilishingiz kerak. Yoki masalan, kuchli matematik bo'lmoqchi bo'lsangiz, birinchi raqamlarni va oddiy arifmetikani bilishingiz kerak. Trading tili deganimizda bu qanaqadir chet tili, ingliz tili yoki rus tili emas, balki tradingni o'rganishingizda va o'sha tushunchalarni, mazmun mohiyatini bilib olishingizda kerak bo'ladigan eng asosiy atamalar, so'zlar, tushunchalar. Masalan, o'zi aksiya nima degani, birja nima degani, yoki yapon shamchasi nima degani, grafik nima degani va hokazo, mana shu asosiy eng bazaviy atamalar mavjud va siz bu tilni tushunsangizgina undan keyin o'z strategiyaga yoki savdo qilishga yoki indikatorlarga o'tishingiz mumkin. Ya'ni, masalan, ko'pchilik ishlatadigan TradingView platformasida bir qarashda boshida birdan chizib ketish, bu yerda masalan tushunmasdan ishlatish boshida qiziq tuyuladi, lekin o'zi masalan trend liniya bo'ladigan bo'lsa yoki mana bu long pozitsiya bo'ladigan bo'lsa, hozir mana shu yerda mana ikkita atamani ishlatdim, trend liniya va long pozitsiya. Bular o'zi nima degani? Long pozitsiyani qanday qo'yish, stop lossni necha foiz qo'yishni gaplashishdan oldin yoki trend liniyani qanday tortishni gaplashishdan oldin, demak siz bu tilni tushunishingiz kerak, bu tilni bilishingiz kerak. Shuning uchun eng asosiy, eng ko'p ishlatiladigan atamalar bo'ladimi, tushunchalar bo'ladimi, so'zlar bo'ladimi, o'ziga xos. Albatta har bir sohani o'zini tili mavjud. Shu tilni birinchi o'rinda o'rganishingiz kerak bo'ladi va bu keyingi bosqichda albatta qaysidir bir o'sha ilmni olishingizda albatta bu zarur. Ikkinchi bosqichda biz bozor strukturasini to'g'ri tushunishimiz kerak. Ya'ni biz bozorda faoliyat yuritar ekanmiz, ya'ni savdo qilar ekanmiz, u bozorda boshqa yana kimlar bor? Bozorda tarkibiy qismlari qanaqa? Bozorda ishtirokchilari kim? Talab va taklif nima? U qanday shakllanadi? Trend liniya yoki indikatorlar va hokazo bular nimani anglatadi? Mana shularni mazmun mohiyatini tushunib olishimiz zarur bo'ladi. Va bunda asosan mana hozir chartni ko'radigan bo'lsak, bu yerda mana kulrang ranglarda men zonalarni belgilaganman. Ya'ni bozorda ma'lum joylarida juda ham kuchli talab, juda ham kuchli taklif bo'ladi. Va bu qanday shakllanadi, bularga nima ta'sir qiladi va buni qanday aniqlash mumkin kabi mana shu savollarga javob topgan holda siz bu bozorni strukturasini va uni asosiy ishtirokchilari qanday ta'sir qilishini va bozorda harakatini yoki aksiyalarni narxini, harakatini aniqlashda nimalarni ishlatish mumkin, nimalar asosiy, masalan, indikatorlar yoki o'sha tahlil usullarida nimalar ishlatiladi. Trend liniyadan tortib, masalan, Fibonaccigacha yoki price action bo'ladimi? Mana shu tomonlama strukturani, ya'ni bozorni tuzilmasini o'rganib chiqib, ichida eng asosiy, demak, kerakli o'zingiz uchun ishlatadigan instrumentlarni ajratib olishingiz zarur bo'ladi. Endi esa 3-bosqichga o'tamiz. 3-bosqich bu strategiya tanlash. Juda ham ko'plab strategiyalar bor. YouTube'ga eng zo'r trading strategiyasi deb yozsangiz, 100 dan ko'p strategiya chiqsa kerak.
va ana shu strategiyalar ichidan siz har biriga endi to'g'ri boshida qanaqa strategiyalar borligini tushunib olishingiz zarur. Lekin har kuni bitta strategiyadan boshqa strategiyaga sakrab yuradigan bo'lsangiz, hech qaysi bir strategiyani yaxshi o'rgana olmaysiz. O'zi umuman olganda, masalan, asosiy liniyalar bilan ishlaydigan strategiyalar bor yoki o'rtacha narx EMAlar bilan ishlaydigan strategiyalar bor. Price action bor yoki o'sha zonalar bilan uровень darajalar bilan ishlaydigan strategiyalar bor. Xullas, asosiy strategiyalar o'zi juda ham ko'p emas, lekin ularni ichida qo'shiladigan elementi, kriteriyaси sababli juda ham xilma-xil bo'lib ketadi. Shuning uchun o'zi asosiy strategiya nimadan shakllanadi? U strategiyani mohiyati nimada? Masalan, liniya tortadigan bo'lsangiz, liniyani buzadigan bo'lsa, misol uchun mana bu grafikda qaraydigan bo'lsak, buni ham ortida demak sabab bor. Liniya bekordan bekorga tortilmaydi yoki zonadan bekordan bekorga masalan reaksiya olmaydi. Ya'ni buni mohiyatini tushungan holda o'sha strategiyalarni ajratib olib, ularni ichidan ma'lum birini tanlab olishingiz kerak. O'zingiz to'g'ri tushunadigan, oson tushunadigan, sizga ma'qul bo'lgan bitta strategiyani tanlab, ana shuni ustida ko'proq ishlash kerak, ko'proq test qilishingiz kerak va ko'proq o'sha natijalaringizni olib, ana undan keyin bir solishtirishingiz kerak. Nechtadan nechtasi masalan foyda bilan yopyapsiz, nechtasi ishlayapti, tahlillaringiz qanchalik darajada u strategiyaga mos to'g'ri tushyapti va hokazo. Mana shunday tartibda siz o'zingizni ishlaydigan strategiyangizni tanlab olishingiz kerak. To'rtinchi bosqich esa bu risk management. Risk management haqida juda ko'p eshitgan bo'lsangiz kerak. Qisqacha aytganda juda ham muhim. Sizni katta-katta zararlardan saqlab qoladigan va bu bozorda doimiy faoliyat yuritishingizni ta'minlab beradigan bu juda ham kuchli instrument. O'zi risk managementni o'zi bir alohida mavzu, lekin bu yerda o'sha bosqichlarni tushuntirish uchun qisqacha aytib ketaman. Risk managementda umumiy kapitalingizdan har bir ochayotgan savdo o'sha сделкangizga nisbatan qancha zarar ko'rishingiz mumkinligini hisoblashingiz kerak birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda, agar eng yomon ssenariy bo'lsa, ya'ni zararga kirib ketadigan bo'lsa, ochayotgan pozitsiyangiz qancha zarar ko'rish mumkin va o'sha sizga mos keladimi? Qanchalik darajada siz uni qabul qila olasiz? Ana shuni hisoblab chiqishingiz kerak va har bir ochayotgan сделкangizda albatta stop loss nechiga qo'yasiz. Stop loss degani, do'stlar, agar oldin eshitmagan bo'lsangiz, mana TradingView'da o'zida ham vizualizatsiyasi bor. Masalan, bu liniyani kesib o'tdi va bu yerda ana shu 498 narxda kirish bo'ldi. Agar narx o'sadigan bo'lsa, siz bu yerda masalan 516 da, ya'ni $60 atrofida foydani olib yopmoqchisiz, ya'ni 9%. Lekin zarar bo'lsa-chi, siz o'ylagandek tepaga yurmasa-chi, ya'ni o'smasa-chi, bunaqa holatda albatta zarar ko'rish xavfi bor va siz ochayotgan сделкangizda albatta foyda ko'rish nisbati zararga nisbatan albatta yuqori bo'lishi kerak. 2 va undan yuqori bo'lsa, agar mana shu foyda ko'rish nisbati, bu yaxshi holat umuman olganda. Ya'ni siz $2 foyda olmoqchisiz va buning uchun $1 zararga rozi bo'lyapsiz. Albatta zararga ketishni hech kim xohlamaydi, lekin tradingda bu stop lossni urishi, zarar ko'rishni ham normal holat deb qabul qilish kerak. Bu jarayonning bitta qismi. Demak, risk managementni qisqacha tushunib olgan bo'lsak, risk management bo'yicha mana shu bosqichlardan agar o'rganib boradigan bo'lsangiz, bu bo'yicha ma'lumotlar anchagina qo'shimcha hozir videoda aytilmagan narsalarni o'rganib olsangiz bo'ladi. Va nihoyat 5-qismi bu muntazamlik yaratish kerak. Muntazamlik to'g'risida oldingi videoda, birinchi videoda gapirdim. Agar videoni ko'rmagan bo'lsangiz, ko'rib oling. Va bu muntazam qila olmayapman degan muammo ana shu javob berganlarning ichida hozir ham eng ko'p o'sha nimani olib turibdi,
e'tibor bering, 27% jami javob berganlar ichida tradingni boshlab qo'yganu, o'rganganu, ozgina shug'ullanganu, muntazamlik yo'q. Mana shu narsani siz boshidan, demak bu 5-asosiy bosqich ekan, mana shuni ustida ishlash kerak ekan deb o'zingizni tayyorlab borishingiz kerak. Masalan, trading reja tuzib, strategiyangizni tanlab olib, risk menejmentlarni tushunib olganingizdan keyin o'sha reja asosida siz qancha vaqt ishlay olasiz, qancha vaqt muntazam bo'la olasiz. Agar 2 kun ishlab turib, 3-kun yana umuman trading rejangizni o'zgartirib yuborsangiz, yana boshqa strategiyaga o'tib ketsangiz yoki yana umuman o'sha qoidalarni buzib yuboradigan bo'lsangiz, ya'ni muntazamlik yo'qoladigan bo'lsa, biror yaxshi natijaga erishishingiz qiyin bo'ladi. Shuning uchun do'stlar, bu hozirgi videomiz, hozir ko'rib turgan videomiz aynan trading uchun, tradingni endi boshlab, mana shu boshlang'ich yoki yangi treyderlar deylik, mana shu nimadan boshlasam bo'lar ekan, nimalarni o'rgansam bo'lar ekan deb o'ylab turgan bo'lsangiz, bu holatda mana shu bosqichlarni o'zingiz uchun belgilab olib, mana shu bosqichlardan o'tib borishingiz mumkin bo'ladi. Savollaringiz bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldiring. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, reaksiyalar bilan, izohlar bilan qo'llab-quvvatlang. Bu bizga qo'shimcha kuch beradi. Sog' bo'ling, keyingi videoda ko'rishguncha.